Birgina telefon orqali sizlarga pul ishlaydigan YouTube kanalini ochishni o'rgataman. Kelinglar, videoni ko'rishdan oldin like bosib, kommentariyaga yana nimalarni o'rgatishimni yozib qoldiring. Chrome'ga kiramiz. Yozamiz bu yerga Sign in deb. Men qizil strelkada ko'rsatib boraveraman, qayerga nima yozganimni va nimani bosganimni. Pochta qidiramiz. Google account chiqadi. Biz birinchi o'rinda pochta ochib olishimiz kerak bo'ladi. Sazdat account. Qizilda belgilab ketyapman, qayerga va nimalarni bosayotganimda. Bu yerda kanal ochamiz. YouTube kanal. Bu yerda ism va familiya yozsa bo'ladi yoki kanal nomini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Amerika kanal deb qo'yaman. Men sizlarga prosta qanaqa qilib ochishni o'rgatmoqdaman. Yoki kanalning nomini qo'yib qo'ysalar ham bo'ladi u yerga. Birdaniga. Bu yerga 22 va bu yerda qaysi oyda tug'ilganimizni yozamiz. Nechinchi yilda yozamiz. O'zlaring yillarni yozib qo'ysalar ham bo'ladi. Men farqi yo'q yilni yozdim. Kelinglar. Mana to'ldiramiz. Muskoy qizlarniki jenskiy, o'l bolaki muskoy to'ldiramiz va dalini bosamiz. Amerika kanal 32 deganini mana olamiz. Mana shu pochtani ochmoqchimiz. Ochilmoqda. Parol qo'y deyapti. Parolni biz 1 2 3 4 5 6 7 8 u ja 1 2 3 4 5 6 7 8 u küçükçe qo'yamiz. Ketdi. Kanalimiz ochilmoqda. Bu yerda nomer so'rayapti. Nomer kiritish kerak bo'ladi. Telefon raqamlaringizni kirsalaring ham bo'ladi yoki sizlarda tashlab ketish bo'limi ham chiqishi mumkin. Bu yerda nomer kirsalaring yaxshi bo'ladi. Kelinglar, bu yerga nomer kiritib ko'ramiz. Nomer kirityapman. Ketdi, dalini bosamiz. Qizil strelkada hammasini ko'rsatib boryapman. Nomerga kod bordi. Bu yerda nomerga kelgan kod teramiz. Bizda hozir adminimizga ketdi. Kod nechi? 673 011. Mana shu kod kelgan kodni kiritasizlar, o'zlaringga kelgan kodni. Mana. Endi bu yerda adres deb turibdi. Buni o'tkazib yuborsalar ham bo'ladi. Va qizil belgida ko'rsatayotganimda bosasizlar. Keyin dali. Pastroqqa tushasizlardan bana ko'rsatyapman qizil strelkada, shuni bosasizlar. Bo'ldi, pochta ochildi. Endi buni YouTube kanal ochamiz. Bu birinchi pochta ochib oldik. Endi buni hozir YouTube kanaliga kiramiz. Qaranglar. Bu yerda plusni bosib YouTube PK qilsalaring ham bo'ladi. Hozir mana kompyuter versiyani yoqib qo'yasizlar shu yerdan. Strelkada ko'rsatyapman hammasini. Tushunarli bo'lishi uchun men bosayotgan narsalarni. Va hozir YouTube'ga kirmoqda. Bu kanalga kirib olyapman. Mana Sazdat kanal bo'lib turibdi. Bu pochta bo'yni ochib olgan pochtamiz. Kompyuter versiya qilgandan keyin Sazdat kanalni bosamiz. Mana bu Sazdat kanal qilyapmiz. Yangi kanal ochyapmiz. Bu yerda nom yoz deyapti. Kanalingga nom yoz deyapti. Bu yerda Crazy Frog deb kanal ochyapman. Sazdat kanalni bosdim. Nomi Crazy Frog. Bunaqa kanal ochib bo'lmayapti hozir. Masalan, qanaqa kanal ochsak bo'ladi nomi? Bu yo'nalishda
Men просто o'zlaring nom qo'yib olsalaring bo'ladi. Men o'zim American kanal deb qo'yayin nomini. Mana kanalimiz ochildi. Endi настройка qilamiz kanalni. Mana bu tugmani bosamiz. Va bu yerdan saytga kiramiz mana. Belgilangan strelkalarga bosasizlar. Saytga mana kanalga kirdi. Bu yerda kanalga rasm qo'yish kerak bo'ladi. Va buni birinchi o'rinda hozir pul ishlaydigan kanalga o'tkazish uchun настройка bo'limiga kirasizlar. Qaranglar, hozir birinchi ko'rsataman sizlarga monetizatsiya bo'limini mana bosdim. Mana sizning davlatingizda bu funksiya ishlamaydi deyapti. Kelinglar buni hozir o'zgartiramiz. Pul ishlaydigan funksiya ishlamaydi deyapti. Buni amerikanskiy qilamiz kanalni. Mana kanal deganni bosamiz. Ikkinchida turibdi. Buni Amerika tanlashimiz kerak bo'ladi. Pastroqqa tushamiz. Hozir aynan qanaqa yozilganini strelkada ko'rib olsalaring bo'ladi. Mana strelkada mana xuddi mana shuni tanlaysizlar. Keyin esa kanalni saqlanib bosib olasizlar. Mana funksiyalar ochildi. Bu yerda 1000 ta obunachi va 4000 soat yig'i deyapti va pul ishlashga ariza topshirsa bo'ladi. Videoga qo'yganlaringda kanalda umuman video o'chirmasliklaring kerak bo'ladi. Umuman video o'chirmaysizlar, rasmini ham o'zgartirmaysizlar, yozuvini ham o'zgartirmaysizlar. Bu yerda 3-funksiya degan joyi bo'ladi. Mana настройкani bosganimizda kanal degan joyni bosamiz va bu yerda mana bosgan joyimda 3 ta joy ham yashil yongandan keyin ariza topshirsa bo'ladi pul ishlashga. Ikkinchisiga bu yerga nomer kiritiladi. Bu yerga nomerlaring bo'lmasa, agar bo'lsa nomerlaringni kiritib kodini teksalaring o'tadi. Va 3-funksiya videolaringizni doimiy qo'yib yaxshilab ko'proq video qo'yib borish kerak. Ko'proq degani unchalik ko'p emas, kuniga bittadan yetadi. Va 3-funksiya yongandan keyin qilingan shartlarni bajarib bo'lganingizdan keyin bemalol ariza topshirsa bo'ladi. Ikkinchidan nomerni qanday o'tkazadi desalaringiz, bu yerda ikkinchidan nomerni telefon orqali, o'zingizning sim kartangiz orqali nomerni yozasiz sizlarga. Kirgizsangiz, bu yer ham xuddi tepadagi yashil yonganda yashil yonadi. Va agarda nomer bo'lmasa, biz bilan Telegramda bog'laning. Bizda nomerlar talaygina ko'pgina nomerlar bor. Xizmat ko'rsatishimiz bor. Nomerlar siz uchun topib beramiz. Bu yerga nomeringizni kirita olmayotgan bo'lsangiz 3 marta urinib qo'ymang, bir haftaga bloklanadi. Agarda bir marta uringaningizda o'xshamasa, nomer xizmatimiz bor. Nomer xizmatimizga mana Telegram va YouTube kanalidan Telegramimizga o'tib borasizlar. Bemalol yozasizlar. Bizda nomer xizmatimiz bor. Xizmat pulli. Nimaga desalaring, bu nomerda biz o'zimiz ham sotib olamiz internetdan. Bir martalik kod keladigan virtual nomer bo'ladi. Bir marta tasdiqlansa yetadi YouTube'ga. Xullas, bu yerda tasdiqlab qo'yish kerak va mana kanalimiz ochildi. Video kuniga bir donadan video qo'yish kerak. Stabilni soat ham bir xil vaqtda bo'lish kerak. Mana sizlarga telefonda kanal ochishni o'rgatdim va qaysi vaqtda video qo'yishni va nima qilishlarni o'rgataman. Muhimi esda tuting, kanalingizga proza videolarini qo'ymang va o'zingiz tayyorlagan videolaringizni ham o'chirmang. Va sizda kanal tarixi degan narsa o'chib qolishi mumkin katta ehtimol bilan. O'chmaslikdan oldini olish uchun siz men aytgan narsalarga rioya qiling. Sizga yana nimalarni o'rgatishimni kommentariyaga izoh qoldirib, like bosib qo'ying videoga. Men sizlar uchun yangidan yangi videolar chiqaraman.